Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Talqin va tafakkur ruknidagi turkum dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun qizingizga sarpoy emas kitob yig'ing mavzusida suhbatlashish niyatimiz bor. Ayni shu maqsadda studiyamizga mutaxassis, olima opalarimizni taklif etganmiz. Marhamat tanishing, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori Dono Qalandarova hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Charoz Mirxoliqova. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun mavzuga kirishishdan avval bir savolga oydinlik kiritib olmoqchiman. Aytinglarchi, sizlar jamiyat ichida yurasizlar, ko'proq to'y ma'rakalarda insonlar bilan suhbatlashasizlar. Aytinglarchi, bugun qizlarimizga, bo'yi yetgan qizlarimizga seplariga aynan nimalar yig'ilyapti? Bir paytlar momolarimiz temir sandiqlar tutib, qiz farzand dunyoga kelganidan boshlab ayrim narsalarni yig'a boshlashgan. Misol uchun matolar deymiz, ro'mollar deymiz, kashtalar deymiz. O'sha qiz uchun, sepi uchun yig'a boshlashgan. Bugun nimalar yig'ilyapti? Opa, aynan nimalarga ko'proq e'tibor qaratilyapti? O'zimiz ham farzand tarbiya qilamiz yoki bo'lmasam xalq orasida yuramiz, tanish bilish orasida yuramiz. O'zi o'zbek xalqi bolajon xalqda. Qizlarni oilaga tayyorlayotganda ko'pincha qiz farzand dunyoga kelganda tasavvur qilaylik, qizlarni erkalatamiz, unga turli xil buyumlar olib beramiz, turli xil kiyimlarni kiydiramiz, to'g'rimi? Ahamiyat beramiz, lekin o'sha qiz qaysidir davrga yetib borgandan keyin, masalan, qizni orzu havasi bo'ladi, o'qishga kirgisi keladi. Kim bo'lishni istaysiz? Masalan, maktabda o'quvchilarga yoki talabalik davrigacha bo'lgan qizlardan so'rasangiz, men vrach bo'laman deydi, men o'qituvchi bo'laman deydi. Hattoki shunaqa qizlarimiz bor, men kosmonavt bo'laman, sportchi bo'laman degan qizlarimiz bor-da. Lekin o'sha qizlarni ma'lum bir davrdan o'tgandan keyin so'rab, uchrashib qolib, hol ahvol so'raganingizda, men bo'la olmadim deydi. Nimaga? Kontraktga kirgan edim yoki bo'lmasa shartnoma asosida o'qishga kirgan edim yoki onam xohlamadilar yoki otam xohlab yoki oilamni ehtiyot qildim, ularni ovora qilgim kelmadi deydi. Tasavvur qiling, o'qish uchun ovora qilgisi kelmayapti, ammo o'sha turmushga tayyorlagan qizga mol mulk berish bu ovoragarchilik hisoblanmayapti-da. Lekin o'sha qizni orzu havasi ilm-ku, ilmga pulni sarflash bu ovoragarchilik hisoblanadi. Mana muammoyimiz qayerda-da. Aslida o'sha oilani tanish, bilish, orqadan ko'rasiz, boshqa qilasiz. Uyi bor, joyi bor, hamma narsasi bor. Turmuchasi sog', masalan. Hattoki o'sha qiz bilim olsa, ikkinchi kursdan keyin biror bir o'zini ishini, faoliyatini davom ettirsa, o'zi ham to'lab ketaveradi. Glavoy niyat qilsa bo'ldi bunga, to'g'rimi? Lekin yo'q deydi. Lekin qarasangiz, nimaga shunaqa bo'ldi deb so'rasangiz yoki mana ko'pincha tadqiqotlar o'tkazamiz, suhbatlar o'tkazamiz, mahallalarda suhbat etishadiki, uzatishim kerak-da, o'qishi bilan bir vaqtga kelib qoldi deydi. Hech qachon o'qishga shartnoma asosida o'qitish bilan turmush qurish ikkita vaqtda bo'lmaydi. Chunki bizda turmush qurish masalan 18 yosh, 20 yosh atrofida bo'lsa, masalan, O'zbekiston sharoitini olsaydi, ochuvchasiga, lekin abituriyent bo'lish birinchi kursga kirish ham 18, 19, 20 yosh atrofida bo'ladi. Uni kuta olmaymiz biz. Baribir bir vaqtda bo'ladi bu narsa. Shunda tanlov qilish kerak. Tanlov qilish kerak. Ana shu tanlov aynan u yosh qiz-ku, masalan, ota-onasi yoki uni buvisi yoki undan kattalarni bergan tarbiyasiga yoki maslahatiga bog'liq. U qiz shunda ko'ziga jovdirab turadi-da, yo uni tanla, yo buni tanla deydi. Yoki ko'pincha el orasida shunaqa gaplar bor, qizlar bilan gaplashamiz. Men bu yil o'qishga kirishim kerak deydi. Nimaga desa, o'qishga kira olmasam uzatib yuborishadi deyshadi. Buni ko'ryapsizmi? U o'qishga kirish uchun qancha harakat qildi. Maktabda 5-sinfdan beri ma'lum bir fanni o'qidi. Keyin o'sha yo'nalishi bo'yicha 3 ta fanni o'qidi. U jamiyatda o'zini topib, u kasb egasi bo'lmoqchi-da. Bor yana qaysidir darajada jamiyatda ishlab karyera qilmagan taqdirda ham o'zini farzandini tarbiyalab beradi. Eng katta qilgan ish shu bo'ladi-ku qizi. To'ppa-to'g'ri opa, juda ham bir dolzarb masalalarni o'rtaga tashlayapsiz. Albatta, qizlarimizni ilmli qilish, ularning seplariga mol dunyo emas, odobni, tarbiyani, ilmni joylash eng muhim masalalardan biri. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi-da, hozir Dono opam bir udumlar haqida gapirdilar. Men hayron qoladigan jihati, ba'zan yangi bir udumlar paydo bo'layotganga o'xshaydi-da. Inglizcha nomlari ham bor ularni. Siz bu haqida ko'proq bilsangiz kerak. Umuman aytishimiz kerakki, har bir ota-ona farzandining baxtli bo'lishini xohlaydi.
bu o'ylayman shak shubhasiz har bir ota ona farzandiga baxt tilaydi. Lekin men o'ylayman hozirgi ko'tarayotgan masalalarimizda avvalambor biz baxt deganda nimani tushunamiz, uni mezonlariga ahamiyat berishimiz kerakda. Baxt bu orzu havasmi yoki boshqalarni o'sha e'tiborida bo'lishmi, boshqalarga baxtliligingizni ko'rsatishmi, o'zi aslida baxt nima degan savol paydo bo'ladida. Haqiqatan ham o'rinli bugun o'sha to'y tantanalarda juda ko'p odatlarni odamlarni o'zlari o'ylab topishyapti. Ya'ni bu hech qayerda yozilmagan, hech qanday qonun qoida yo'q. Aslida bu o'sha yigit qiz uchun va bo'lajak turmush quruvchi yosh uchun qanchalik kerak degan savolni hech kim bermaydida. Xo'p, mana biz qilayotgan unda har qanday odatlarimizni tagida ma'nosi bo'lishi kerak. Nima uchun qilinyapti bu nimalar odatlar aslida deb. Umuman haqiqatan aytganingizdek, bugun mana Dona opam aytib o'tdilar, o'sha yoshlarni turmushga tayyorlash, oilaviy hayotga tayyorlash masalasi bizning eng og'riqli mavzuyimizda. Sababi mana o'sha statistika agentligi bergan ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, 2021-yildan 2025-yilga qadar O'zbekistonda yosh oilalar ajrimi sezilarli darajada o'sgan va eng achinarli 35 yoshgacha bo'lgan ayollar 60% tashkil qilyapti yosh oilalar ajrimida. Bu nimani signal beryapti bu? Demak, yoshlar oila qurishga tayyor emasmi? Biz qaysi jihatga e'tibor beryapmiz oila qurish masalasida? O'sha sarpo yig'ish yoki siz aytgandek o'sha dabdabali qandaydir bir urf-odatlarni qilishmi yoki aynan yoshlarni, bo'lajak kelin va kuyovni oilaviy hayotga tayyorlashmi? Oilaviy hayot vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammolar, oilaviy hayot ilmi bunga tayyorlayapmizmi yoki ularni faqat tashqi moddiy nimalarga e'tibor beryapmizmi? Men o'ylayman, oilaviy hayot masalasida mana bugun haqiqatan ham sezilarli darajada yosh oilalar ajrimlari o'sgan, lekin yosh oilalarning ajrimlarini sababi aslida nima degan savol sizni nimangiz bilan bog'lanib ketadi-da. Biz demak oilaga tayyorlashni faqat sep yig'ish, o'sha sarpo qilish, dabdabali to'ylar qilish yoki o'sha to'ylarga 10-20 talab o'sha san'atkorlarni jalb qilish, hammaga to'yni e'lon qilish deyapmizda. Faqat tashqarisini chiroyli qilyapmiz, lekin ichkarisi bilan hech kim shug'ullanmayapti. Bular qanchalik oilaviy hayotga tayyor, qanchalik oilaviy nizolarni birgalikda yecha oladi? Oilani o'zini ilmi bor-da, bu juda katta ilm aslida, hayot ilmida. Yoshlar unga tayyormi degan savol hech kimni qiziqtirmaydi-da. Uni sarposi qanchalik ko'p, qanchalik to'y dabdabali bo'ladi, qanchalik ovoza bo'ladi, u mana shu narsalarga e'tibor berib qoldi. Bu bizni eng aslida zaif nuqtamiz. Aslida mana misol uchun mutaxassislar, sotsiologlar juda ko'p oilaviy nizolar, oilaviy ajrimlar haqida bahs yuritishadi-da. Lekin biz oilaviy nizolarni yechishni birinchi yechimi biz avvalambor to'ylardan, yoshlarni nigohga tayyorlash masalasidan boshlashimiz kerak edi. Mana hozir aytyapsiz, o'sha qiz bola tug'ilgandan sarpo yig'iladi yoki o'sha to'yga tayyorgarlik masalalari, to'g'rimi? Siz aytayotgan o'sha merimiy yoki boshqa qilinayotgan urflarga qanchalik mablag' ketadi. Lekin hech kim mana shu bo'lajak kelin kuyovni oilaviy hayot kurslarida o'sha iqtisodiy mustaqil bo'lishiga kim o'rgatyapti degan savol tug'iladi-da. Mana misol uchun men o'zim talabalarda yoki yoshlarda ko'p so'rovnoma o'tkazganmiz. Siz uchun oilaviy hayotda, ya'ni bo'lajak turmush o'rtog'i tanlaganda qaysi sifatlariga e'tibor berasiz? Qaysi sifatlar muhim siz uchun, yashab ketishingiz uchun? Bilasiz, hozirgi avlodlarda umuman o'zgarib ketgan oilaviy hayotga bo'lgan qarashlar. O'sha boya aytdik, bu oila instituti nafaqat inqirozi, balkim transformatsiya jarayoni ham deb aytishimiz mumkin. Endi, xo'p, biz oilaviy hayotda, demak, biz hozir muhim deb nimani bilyapmiz? O'sha moddiy buyumlar, lekin bu farzandlarimizni qanchalik baxtli qilyapti degan savol tug'iladi-da. Xo'p, mayli, men shunaqa ota-onalarni ko'rganman tajribam davomida. Farzandim baxtli bo'lish uchun men butun dunyoni sotib olib bergan bo'lardim. Agar sotib olish kerak bo'lsa, baxtni yoki boshqa hammasini sotib olgan bo'lardim, lekin ular narxi bormi? Qayerda sotiladi o'zi baxt? Hamma xohlaydi farzandini baxtli bo'lishini. Hamma, menimcha, farzandini, o'g'lini yoki qizini baxtli bo'lish uchun, o'zidan-da baxtliroq bo'lish uchun voyaga yetkazadi. Lekin nimaga biz bu yerda juda katta xatoga yo'l qo'yamiz? Biz qilayotgan xatti-harakatlarimiz ularni qanchalik baxtli qilyapti? Ularni dangasalikka, mas'uliyatsiz bo'lishiga, o'z hayotiga javobgarligini olmasligiga o'rgatmayapmizmi? Biz hamma narsani qilib berishimiz kerak ular baxtli yashash uchun. Ular qachon mustaqil bo'ladi? Qachon o'zi hayotiga javobgarligini qo'liga oladi? Qachon yetuk bo'ladi ular? Juda jiddiy masalalarni o'rtaga tashlayapsiz. Albatta, yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash, ba'zan kelib chiqishi mumkin bo'lgan oilaviy nizolarni mustaqil yecha oladigan darajada hayotga tayyorlash o'ta dolzarb masala. Ayni shunday bir masalalar yechimida qizlarimizning ilmli ekanligi, kitob ko'rgani, xalqimiz tilida aytganda, juda katta foyda bersa kerak. Shunday emasmi? Aynan biz aytayotgan, ko'tarayotgan masala qizingizga sarpo emas, kitob yig'ing,
deb nomlangan mavzumizdan kelib chiqsak, kitob yig'ish, ya'ni qizlarni ilmli qilib tarbiyalash ularning kelgusi hayotlarida qanchalik asqotishi mumkin? O'zi umuman mana hozir aytdik, o'sha boyagi ajrimlar sababi ham biz bo'lajak o'sha kelin kuyovlar uchun, yoshlar uchun go'yoki hamma narsa qilib beryapmiz, aslida hech narsa qilmayapmiz-da. O'sha orig'imiz ham shu yerda. Moddiyat bu ko'pik. Hamma narsa qilyapmiz, baxtli bo'lish uchun faqat yashab bersa bo'ldi, lekin hech narsa qilmayapmiz-da ularni. Endi mana qarang, o'sha hozirgi savolingizga qaytadigan bo'lsak, qiz bolani o'sha baxtli bo'lish uchun oilaviy hayotda nimaga ularni o'sha ilmli qilish masalasiga to'xtaldingizda. Bu eng asosiy sababi mana o'sha oila masalalari bo'yicha juda ko'plab tadqiqotlardan ma'lumki, oilaviy hayotni baxtli bo'lishda nafaqat ikkala tomonni, balkim ayol kishining o'rni juda ham katta. Sababi oilani o'sha inqirozli vaziyatlardan chiqib ketishiga, o'sha ayol kishidagi sabr, matonat, yengib o'tish, farzandlarning tarbiyasi, to'g'ri muloqot qila olish ko'nikmalari oilaviy hayotda juda katta ahamiyatga ega-da. Lekin bugun bizni yigitlarimiz qanchalik oilaviy hayotga tayyor, qizlarimiz qanchalik tayyorda? Haqiqatan ham bugun o'sha barchamiz ichimizdagi og'riqli masalalarni gapiryapsiz. Bizni nimagadir o'sha o'zbek oilasida qiz bola tug'ildi, ota-ona qiz bolani uzatish haqida o'ylaydi-da. Qiz bolani tug'ilishidan, jamiyat uni uzatishdan, oila qurishdan emas, uni hayotda o'z o'rnini topishidan manfaatdor aslida. Qiz bolani o'sha jamiyatda ta'lim olishi, o'z o'rniga ega bo'lishi, biron bir kasbni egallashi birinchi o'rinda turish kerak aslida kun tartibida-da. Undan keyin haqiqatan ham oila masalasi keladi. Biz qizlarimiz oldida juda katta og'riqli masala keladi-da, yoki turmushga chiqasan, yoki ta'lim olasan degan. Qiz bola tabiatdan nozik, lekin baravar bir nechta yukni ko'tarishga majbur bo'ladi. U ham oilani eplash kerak, ham o'qishni eplash kerak, orada farzandli bo'lish kerak, oilaviy nizolar kelib chiqadi, barchasini. Va bugungi qizlarni shunaqa katta og'riqlari bor-da, aynan. Biz bu narsani tan olishimiz kerak, balki mutaxassis sifatida bunga yechimlarni, taklif tavsiyalarni berishimiz kerakdir-da. Boyaga masalaga keladigan bo'lsak, qiz bolani ilm olishi bu oilani barqarorligida, oilani baxtli bo'lishida katta ahamiyatga ega. Biz ko'pincha ko'ramiz, men o'zim ham juda ko'p guvohi bo'lganman, o'sha qiz bolani o'sha tug'ilgandan boshlab unga ko'proq mol-mulk yoki o'sha kerak bo'ladigan o'sha sarpolarni ko'proq yig'ishadi-da. Lekin bu qizim ertaga hayotda qanchalik o'zini oyoqqa tura oladi? Qanday kasbni egallay oladi? Hayot qiyinchiliklariga dosh bera oladimi, yo'qmi? Stresslarni yengib keta oladimi? Muloqot qila oladimi? O'z o'rnini topa oladimi degan savolni hech kim bermaydi-da. Mana men haqiqatan ham mana bitta amaliy kes aytaman. Juda ko'p o'zim tanigan shunaqa sinfdoshlarim bo'lardi. Juda ham aqlli qizlar, juda bilimli. Maktabda a'lo baholarga o'qigan qiz 17 yoshida ota-onasi turmushga uzatib yuborishdi. U qiz juda ham salohiyatli qiz edi. Turmushga uzatib yuborishdi. Endi taqdir taqozosi bilan 10 yildan keyin, 15 yildan keyin shu qiz 4 ta farzandi bilan ajrashib ketyapti oilaviy hayotda. Va haligi qiz kelib, ish topa olmasdan do'konga boryapti, sotuvchilik qilaymi deb turib, nimadir pishirib sotaymi deyapti. Men ba'zan ko'rib ishonasizmi, yig'lagim keldi-da. Biz ba'zan qizlarning shunaqa katta potensiali, salohiyati bo'ladi, lekin u salohiyat faqat uy yumushlari bilan emas, u salohiyatni ko'plab narsalarga chiqarib yuborishi mumkin-da. Men aytaman, agar mana shu qizni o'qitganimizda, u qaysi sohani mutaxassisi bo'la olardi, men o'yladim. U yaxshi o'qituvchi bo'lishi mumkin edi, yaxshi shifokor bo'lishi mumkin edi, yaxshi balkim axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkin edi, yaxshi olima bo'lishi mumkin edi. Lekin nimaga? Ya'ni biz qiz bolani jamiyatda tug'ilgan har bitta qiz bola bu hayotda o'z o'rnini topishi kerak. Uni faqat uzatib yuborish yechim emasda. Ko'pchilik ota-onalar o'ylaydiki, qiz bolani uzatib yuborish bo'ldi, yechim yo'q. U muammoni yanada ko'paytirib beradi. Misol uchun mana Dona opam bilsa kerak, juda ko'pchilik misol uchun kelin qilsa, qanaqa qizni kelin qilish xohlaysan desa, aqlli, tarbiyali, biz qo'yadigan sifatlar bor, lekin hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan, o'qigan, ilmli deydi. Men bitta narsadan xursand bo'laman. Hozir jamiyatimizda shunaqa tendensiya kechyaptiki, oldin o'sha misol uchun kimdir kelin qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, chiroyli qizmi yoki oilasi qanaqa degan savoldan ko'ra ko'proq ilmli qizmi degan sifatlar ham o'rtaga tashlana boshladi-da. Ba'zan xursand bo'lasiz, shunaqa sifatlar qiz bola o'qigan bo'lsin. Yaqinda bir tanishim mendan telefon qilib, yaxshi qiz topib bering, kelin topib bering deb so'rayaptilar-da. Keyin qanaqa qiz bo'lsin? Yaxshi oila, yaxshi yigit, qanaqa qiz bo'lsin desam, menga oilasini boy bo'lishi umuman muhim emas. Qiz bola ilmli bo'lishi kerak, onasi yaxshi ayol bo'lsin degan talab aytdilar-da. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Ilmli qiz bo'lsin, ilmga chanqoq qiz bo'lsin, kerak bo'lsa bakalavr, magistratura, doktoranturada ham o'qitamiz deydigan oilalarni eshitib, ba'zan xursand ham bo'lasiz. Qiz bolani nafaqat o'sha turmushga chiqquncha, balkim turmushdan keyingi hayotiga ham investitsiya qilamiz. Sababi barchamizga ma'lum o'sha bitta mashhur gap bor, ya'ni bir qiz o'qisa butun jamiyat o'qiydi degan. Sababi mana butun dunyoda ham shunaqa tendensiya bor ekan.
o'g'il bolalardan ko'ra qiz bolalarning ta'limiga ko'proq e'tibor beriladi. Nimaga? Sababi agar buni iqtisodiy jihatdan oladigan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan jamiyatga foydasi juda ham katta qizlarning ta'limini o'g'il bolalarga qaraganda. Chunki qiz bola ta'lim olar ekan, u uydagi farzandlariga ta'lim tarbiya bera oladi. U oilani barqarorligiga o'zini hissasini qo'sha oladi. Jamiyatga o'zini hissasini qo'sha oladi-da. Aslida biz haqiqatan aytganimizdek bir qizni o'qitar ekanmiz, butun bir millatni o'qitganchalik maqsadga erishamiz aslida. Rahmat, juda ham qiziq va dolzarb mavzularni ko'taryapsiz. Bizning xalqimiz o'ta bag'ri keng xalq. Albatta, keyingi yillarda yigitlar bilan bab-baravar qizlarni ham o'qitish, ularning ham ilmli bo'lishlariga imkoniyat yaratish masalalarini tushunib yetishgan. Albatta, qizlarning davlatimiz tomonidan imtiyozlar asosida oliy ta'lim olishlari, oliy ta'limdan keyingi bosqichlarda tahsil olishlari uchun ham sharoitlar yaratilgan. Endi bu sharoitlardan foydalanish, to'g'ri foydalanish masalasi alohida bir kun tartibidagi masalalardan biri. Dono opa, talabalar bilan ishlaysiz, qizlar bilan ishlaysiz. Aytingchi, o'sha ilmli, sepiga ilmini, odobini yig'ayotgan qizlar bilan mol dunyoga biroz o'chroq qizlarning tafakkuridagi, hayotidagi farqlar qanaqa bo'lyapti? Yoshligidan kitob o'qib, o'zini hayotda o'rnini topishga intilgan qiz bilan faqatgina kiyim-kechak, mol-mulkka qiziqqan qizni ozgina bir-biridan farqi bo'ladi. Nimaga desangiz, kitob o'qigan qiz ma'nan yetuk bo'ladi-da. Qancha kitob o'qigan saringiz dunyoqarashingiz kengayadi. Dunyoqarashingiz kengaygani sari insonning kognitiv tafakkuri rivojlanib, dunyoga kreativ yondasha boshlaydi. Ya'ni, hali charos aytdilar, nizoli vaziyat bo'ladi, muammoli vaziyatga yondashuvi ham turfacha bo'ladi. Uni yechimi ham ko'p bo'ladi, o'ziga yarasha-da. Yechimini u oldida turgan muammoni muammo deb qaramaydi, masala deb qaraydi. Masalani esa yechimi bo'ladi. Chunki uni nafaqat o'qish orqali, balki nazariy ilm, ya'ni kitob orqali tajribasi bo'ladi. Va o'sha masalaga ikkinchi sifat shakllanadi ularda, sabr bo'ladi, ular sabrliroq bo'ladi. Uchinchisi, o'sha masalaga yechim turfa bo'lgani uchun o'zi qaror qabul qilib turli yechimlar bera oladi. Bu degani o'sha oila qurgandan keyin turmush o'rtog'ini yoniga kirib, u aslida muammo emas, u oddiy masala. Buni masalani oson yechish mumkin va masalani bir necha variantlari bor deb hayotda o'zi yengillashib boraveradi-da bunga. Endi haligi qizlarga, mol dunyoga qiziqqan qizlarda charos aytdilar, bu tashqi bo'lib qolyapti, lekin ichi bo'sh. U biror bir muammoga duch kelsa, unaqa qizlar kalovlanib qoladi-da, nima qilishini bilmaydi. Chunki ularni ichida ma'nan yetuklik va ong, tafakkur, dunyoqarash shakllanmagan. U arzimagan balki masala bo'lar uni oldida, lekin uni katta global muammoga aylantiradi. Uni yechimini topa olmaydi. Shu sababdan ham qizlarni o'qigani, kitob o'qigani nafaqat bir o'zini dunyoqarashini shakllanishiga, balki jamiyatdagi turli xil muammolarga masala sifatida qarab, oson yechilishiga ham yo'l topishi mumkin. Yana haqiqatan ham Donopam gaplariga ham qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Haqiqatan ham biz mana hayot davomida ham juda ham ko'p ko'rganmiz. Juda ham o'rinli aytib o'tdilar. Kitob o'qigan qizda birinchi o'rinda muammolarni yecha olish qobiliyati bo'ladi, aytgandek. Sabr qila olish, to'siqlarni yengib keta olish, tafakkuri keng bo'ladi. Tafakkuri keng qiz har qanday muammoni o'sha fikr elagidan o'tkazib, unga yangicha yechim bera oladi. Ya'ni muammomni kim hal qiladi, endi nima bo'ladi emas, balkim buni qanday qilamiz, qanday qilsak ijobiy bo'ladi. Farzand tarbiyasida ham sabr bilan, toqat bilan, mana shunaqa onalarni bilaman, ilmli qizlarni farzandli bo'lmasidan farzand tarbiyasi haqida kitoblarni yig'ishadi. O'qishim kerak, men farzandim tug'ilgunga qadar shu farzandni tarbiyalashga tayyor bo'lishim kerak degan qizlarni ko'rib xursand bo'lasizda, juda ham. Bunday qiz juda ham ko'p hozir. Va o'sha bizda mana hayot beradigan bilimlar borda. O'sha hayot beradigan bilimlar bu juda qimmat bilimlar, bebaho bilimlar. Lekin o'sha bilimlarni kitob o'qish davomida, kitob o'qish qanday ko'nikmani talab qiladi? Ya'ni doimiy ravishda sabr, intizom, mas'uliyat, o'sha tafakkur qilish, fikrlash, voqea jarayonlarini idrok qilish, bu kitob o'qigandagi mutolaadagi ko'nikma qiz bolani hayotida yaxshi ishlay boshlaydi. Juda ham odamlar bilan munosabatida, hayotiy muammolarni yengib keta olishda, mana misol uchun kitoblar bizga juda katta vaqt beradi-da. Sababi siz misol uchun bitta xatoni qilib, shu xatoni noto'g'riligini bilib, tajriba olgunicha siz yillarni, asablaringizni yo'qotasiz. Lekin kitobni o'qiyapsiz, qahramon hayotini, voqealarni o'qiyapsizmi? Siz yillarni yo'qotmasdan shunday tajribaga ega bo'lish imkoniyati bo'ladi-da. Ba'zan shu dono qizlarimizni ko'rganimizda aytamizki, yashab ko'rmagan hali hayotda. Lekin shuncha tajriba, shuncha bilim qayerdan? Bu har bitta o'qiyotgan qahramonini hayotidan olingan xulosa shaxsiy tajribadek o'stirib boradi. Bugungi suhbatimizdanmi qiz bolani ilmli bo'lishini, kitob o'qishini eng birinchi o'ringa chiqargan bo'lardim-da. Biz jamiyatimizda agar shu narsani bir o'sha trend deydimi, trend darajasiga aylantira olsak,
o'sha onalar borib qizlariga kitob olib berib birgalikda o'qib birgalikda fikr almashsa bunday qizlarni jamiyatda qadri baland bo'ladida. Umuman olganda kitob o'qigan qizning, ilmli qizning hayotga bo'lgan munosabati boshqacha bo'ladi. Biz dunyoda bir marta yashaymiz. Qanday yashab o'tishimiz o'zimizning qo'limizda. Va ilmli, ziyoli kitob o'qilgan qizni o'sha hayotga bo'lgan munosabat pozitiv bo'ladi. Endi yana bir masala borda. Juda yaxshi, chiroyli fikrlarni beryapsizlar kitob o'qigan qizlar haqida. Ammo qizlarimizni kitobxonlikka qanaqa o'rgatamiz? Albatta, juda ham o'rinli savol berdingiz. O'zi aytgan bo'lardim, o'g'il bola ham, qiz bola ham o'qish shart, lekin shunaqa gap borda. O'g'il bola o'qimasa ayb emas, lekin qiz bola o'qisa bu oilaga ham, jamiyatga ham aybdir degan fikr borda. Qiz bola o'qimasa. Endi qarang, mana hozir aytdik, qiz bola o'qish kerak, o'qigan qizlarni qadrli bo'ladi. Ha, endi kelyapmiz, xo'p, qanday o'qitamiz? Qanaqa qiziqtiramiz? Xo'p, uni tug'ilgandan qiziqtiramizmi, bog'chadami, maktabdami, oliy ta'limdami? O'zi UNESCO tadqiqotlari bo'yicha agar umuman bola 12 yoshgacha kitob o'qimasa, keyin hayotda kitob o'qishi qiyin deydi. Ya'ni 12 yoshgacha o'zlashtirish kerak bu ko'nikmalarni. Endi mutolaa ko'nikmasini qiz bolada qanday shakllantiramiz? Ayniqsa qiz farzand o'stirayotgan onalar bu masalaga jiddiy kirish kerak deb o'ylayman. Kitob o'qishga o'rgatish juda ham kichikligidan boshlanadi va bir narsani tan olishimiz kerak. Kitob o'qishda birinchi usul shaxsiy namuna hisoblanadi. Onasi o'qigan qizlar albatta kitob o'qiydi. Birinchi o'rinda ona shaxsiy namuna bo'la olishi shart. Bu birinchi o'rinda o'sha mazhab darajasi, ya'ni shart bo'lishi shart va zarur bo'lgan asosiy birinchi nimamiz o'sha usulimiz onani kitobxon bo'lishi. Ota-onani uyda kitob o'qishi bu birinchi o'rinda farzandni kitob o'qishga rag'bat bo'ladi. Endi nima qila olamiz? Albatta, biz jamiyatimizda qizlarni ilm olishini, kitob o'qishini, ayniqsa yoshlarni emas, balkim qizlarni ko'proq rag'batlantirishimiz kerak. Mana misol uchun o'sha qiz bolani kichikligidan o'zi qiziqadigan kitoblari, qiz bolani shaxsiy kutubxonasi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Oilada mayli qiz bolaga o'sha ko'proq bezaklar, ko'proq o'yinchoqlar olib bermasak ham, biz ularga ko'proq kitob olib beraylik. Hattoki mana yaqinda bitta tadqiqot o'qidim. Uyida 500 tadan oshiq kitobi bo'lgan oilalar barqaror bo'ladi degan tadqiqot ekanda. Ya'ni u oilalarda qiyinchilikni yengib o'ta olish, ko'nikmalari yuqori bo'ladi, baxtli bo'lish imkoniyati yuqori bo'ladi degan ma'nodagi tadqiqotda. To'g'ri, endi kitobni sonida emas, balkim uni o'qigan mazmunini ishlata olishdi aslida. Endi qarang, qiz bolani o'sha yoshligidan shaxsiy kutubxonasi bo'lishi kerak. Har bir qizning shaxsiy kutubxonasi bo'lishi kerak. Bu shart ikkinchisi. Va qiz bolani albatta o'sha maktabda alohida qiz bolalar uchun o'sha kitob o'qishni, kitobni mazmunini tushunishni o'rgatadigan o'sha qanaqadir shu klublar to'garanglar deymizmi? Endi sabab qarang, qiz bola tabiatan nozik bo'ladi. O'z his kechinmalarini har doim ham qiz bola ayta olmaydi. Hattoki onasiga ham ayta olmaydi. Dugonasiga ayta olmaydi. Qiz bolaga ko'pincha his tuyg'ularini bostirish, bizning jamiyatimizda ayniqsa qiz bolaning his tuyg'usi bostiriladi. Misol uchun, qiz bolaga jahl qilish mumkin emas, nafratini ko'rsatish mumkin emas. Qiz bola har doim o'sha iboli, xayoli bo'lish kerak, o'z his tuyg'ularini nazorat qilish kerak. Jamiyat tomonidan qiz bolaga qo'yiladigan talablar juda ham ko'p-da. Lekin qiz bola mana shu talablarni bajarish uchun ham u ko'proq kitob o'qish kerak aslida. O'yinda kitob o'qish ichki dialog, fikrlay olishi, fikrlarni mushohada qilishi, o'zini his tuyg'ularini boshqara olishi, hayotini tartibga keltira olishini ham biz unga sharoit berishimiz kerak kitob o'qish uchun. Va ko'pincha biz o'ylaymizki, yana bitta noto'g'ri stereotip borda bizda. Misol uchun qiz bola yoshligidan oilaviy hayotga tayyorlanadi. Ya'ni idish yuvib olishing kerak, ovqat qilishing kerak, uy ishlarini yaxshi bajara olishing kerak. Bir narsani bilishimiz kerak, hurmatli ota-onalar. Biz uy xizmatchisini emas, biz ayolni, o'sha bo'lajak jamiyatimizdagi o'sha tug'iladigan farzandlarni onalarini tarbiyalayapmiz-da. Ularga e'tibor beraylik, ularga investitsiya qilaylik. Biz uy xizmatchisini tarbiyalamayapmiz. Ya'ni biz bo'lajak o'sha jamiyatni yetishtiradigan avlodlarni yetishtiradigan ayollarni tarbiyalayapmiz. Demak, ularga nimaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Fikringizni bo'laman, uzr so'rab. Biz-ku jamiyatga shunaqa bir yetuk qizlarni tarbiyalab beramiz. Ammo kelin qilayotganlarchi degan savol ham bor-da. Biz shunday tarbiyalasak, talab ham o'zgaradi-da. Kelinlik degan bir talabga ko'ra qiz bola ming ilmli bo'ladimi, ming kitob ko'rgan bo'ladimi? Kelinning ming yillik asrlardan beri kelayotgan o'z vazifalari bor. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Ularga ham albatta o'rgatish kerak. Juda ham o'rinli. Men nimaga aytyapman? Misol uchun bizda shunaqa qo'pol o'xshatishlar bor. Qiz bola qaysidir ishni yoki bilmasa sani qaynonang haydab boradi, qanaqa turmushga chiqasan ertaga degan gaplar ko'p ishlatiladi-da. Lekin nimadir o'qimagani uchun, o'rganmagani uchun, ilmli bo'lmasa bu nimalar tanqid qilinmaydi, tanqid ostiga olinmaydi-da. Albatta, bu narsani bilamiz. Albatta, har bitta qiz bu eng, men o'ylayman, qiz bola bilish kerak bo'lgan bu elementar narsalar. Misol uchun uy ishlari, buni o'g'il bola ham qila olishi mumkin. Qiz bola bu juda elementar bilimlar, dastlabki boshlang'ich bilimlar. Lekin qiz bolani biz faqat
uy tozalash uchun, ovqat qilish uchun voyaga yetkazmaymizda. Uni bundan katta missiyalari bor, biz tan olishimiz kerak. Qiz bolalardan jamiyat faqat uy ishlarini kutmaydi. Shunday qizlar borki, shunaqa potensial, salohiyati katta. Ular salohiyatini faqat idish tovoq yuvish yoki ovqat pishirish bilan chiqara olmaydi-da. Shuni tan olishimiz kerak-da. Endi ba'zi bir qizlarning salohiyatida shu chegaradan o'tmasligi mumkin. Lekin endi qarang, misol uchun biz qiz bolani o'sha voyaga yetkazayotganimizda uni faqat uy ishlarini qilsa bo'ldi emas, balkim qiz bola hayotda o'z o'rniga ega bo'lish kerak degan g'oyada katta qilishimiz kerak. Bu g'oya-ku juda yaxshi. Hammamizga yoqadigan g'oya, ayniqsa qizlari borlarga juda yoqadigan, yoqib tushadigan g'oya. Ammo amalda qanday bo'ladi? Biz qizlarni juda nima deydi, jamiyat uchun foydali shaxslar qilib voyaga yetkazdik. Ammo o'sha bizdagi oilaviy bir oila muqaddasligi degan tushuncha borki, qizlar albatta turmushga chiqishlari kerak, farzandli bo'lishlari kerak, ro'zg'or tutishlari kerak. Bu borada qizlarni uzatayotganda qilishimiz kerak bo'lgan, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan, kuyov tanlashda e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Shunga ham to'xtalaylik. Ya'ni muhabbat bir-biriga qarash emas, birgalikda bir tomonga qarash deyiladi. Mana qarang-da, agar o'qimishli, ziyoli, haligi Charosxon aytib o'tgandek qizlar bo'lsa, ular dunyo qarashi, hayotga bo'lgan munosabati boshqacha bo'ladi. Va ular o'sha 2 yosh sovchi orqali uchrashgandami yoki bir-birini topganda dunyo qarashi, gap so'zi hammasi bir-biriga to'g'ri keladi. Demak, unday qiz o'zini turmush o'rtog'ini o'zi tanlay bila olish qobiliyatiga ham ega bo'ladi qaysidir darajada. Haligi siz aytgandek kitob o'qimagan yoki bo'lmasam ilmli bo'lmagan yoki butun o'sha dunyo qarashini mol, mulk va hokazolarga sarflagan qizlarni kuyov tanlashdagi bo'lgan talablari ham o'ziga xos bo'ladi. Ammo hali Charos aytgandek yoshligidan kitob o'qib, o'zini dunyo qarashi keng bo'lib, ichki qadriyatlari yetuk bo'lgan qizlarni kuyov tanlashdagi qarashlar ham boshqacha bo'ladi. Demak, tanlovni qizlarning o'ziga qoldirish kerak. Albatta, o'qimishli, ziyoli, nechtadir tilni biladigan, ularni hayotdagi qadriyatlari boshqacha bo'ladi. Hayotga bo'lgan munosabat boshqacha bo'lgandan keyin qadriyati boshqacha bo'ladi. Hayotdagi missiyasi boshqacha bo'ladi va hayotda kerak bo'lgan, mana har bitta odamni hayotda kerak bo'lgan pozitsiyalari bor-da. Har bitta oilani o'zini konstitutsiyasi bo'lganidek, har bitta insonni o'zini hayotda kerakli bo'lgan birinchi o'ringa qo'yadigan maqsadlari, rejalari va talablari bo'ladi. Ya'ni o'qimishli qizlarning talablari o'ziga xos bo'ladi. Chunki ular ham o'qigan, ham uqqan. Endi haligi aytdingiz-ku, mol dunyoga qiziqqan qizlarni hayotdagi bo'lgan talablari o'zgacha bo'ladi. Aytmoqchimanki, qizlarga sanga qilib beramiz, shunaqa bo'ladi deb emas, o'zingni hayotingni o'zing qurasan, o'zingni baxting o'zingni qo'lingda degan qarash shakllangan bo'ladi. Ana shu uchun shu baxtini topish uchun, baxti uchun turmushga chiqishdan oldin ham kurashib boshlaydi ular. Ular fikrini ayta oladi. Masalan, dunyo qarashimiz to'g'ri kelmadi desa, nima uchunligini ayta oladi. Aniq bo'ladi-da. Masalan, nima sababdanligini izohlab bera oladi. Haligi siz aytgan mol dunyoga qiziqqan qizlar faqat tashqi qiyofasini ko'rib, o'sha talabini biladi, u yog'iga o'ta olmaydi. U yog'ini tahlil ham qila olmaydi, tasavvur ham qila olmaydi. Bir qarang-da, masalan, bizani buvilarimiz, masalan, dodalarimiz, ularni balki oliy ma'lumoti bo'lmagandir, lekin ular hammasi kitob o'qigan. Aynan kitob o'qib, uqqan bo'lganligi uchun bizga shunaqa ota-onalarni tarbiyalab berishganda va ota-onalarimiz bizani tarbiyalagan. Qarang-da, bu tizimda. Tizim zanjir bo'lib ketadi-da bu. Dona opa juda ham muhim masalani ko'tardingiz. Haqiqatdan ham bizning xalqimiz ham oilasini, ham ilmini eplaydigan zakovatli, fasohatli, farosatli qizlarni tarbiyalay olgan. Bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Endi shu o'rinda yana bir savolda, biz 1000 olima bo'lamizmi? Endi maylida 1000 professor bo'lamizmi? 1000 fan doktori bo'lamizmi? Oilaga, uyga kirgandan keyin albatta uy bekasimiz. Albatta. Momomiz, buvimiz, onamiz, kelinimiz, shunday emasmi? Ayni shu masalalarga ham to'xtalaylik. Ilmli ayollar qanday uy bekasi bo'ladi? Qiz bola agar nafaqat bilimli, balkim ilmli bo'lsa, u hayotda muhim narsalarni nomuhimdan ajrata ola boshlaydi-da. Ya'ni muhim narsalarni biladi. Haqiqatan ham bir narsaga guvoh bo'lganmiz, ayol kishi ilmli bo'lsa,
Birinchi o'rinda o'zi ayol kishini hayotdagi vazifasi yaxshi ona bo'la olishda, yaxshi ayol bo'la olish. Men har doim darslarimda aytaman, qadriyat masalasida ayol kishidagi birinchi qadriyat muhim narsa oila. Oila, farzandlar, oila, turmush o'rtoq, farzandlar, keyin jamiyatdagi o'zini hissasi. Biz buni tan olishimiz kerak. Bu sharq falsafasi, nafaqat sharq. Menimcha baxtli hayot formulasi desak ham bo'ladi va har qanday ayol uchun agar ayol kishi ilmli bo'lsa, birinchi o'ringa oilasini, o'sha farzandlarini yaxshi tarbiyalashni birinchi o'ringa qo'ya oladi. Va albatta o'ylaymizki, ilmli ayollar barcha narsani muhimligini ketma-ketlikda bajara oladi deb o'ylaymizda. Ya'ni bu masalalar nima? Birinchi o'rinda ayol kishining qadriyatida oila masalasi, farzand tarbiyasi masalasi eng birinchi o'rin qadriyat bo'lishi kerak. U jamiyatda kim, u olima bo'ladimi, u shifokor bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi lavozimda ishlashdan qat'iy nazar, ayol kishi uchun birinchi o'rinda oila, birinchi o'rinda farzandlar tarbiyasi, undan keyingina o'sha jamiyatdagi o'zini ijtimoiy mavqesi bo'lishi kerak. Demak, qizlarimizni ilmli qilib, kitob ko'rgan qilib, chin ma'nodagi ma'rifatli qilib tarbiyalasak, ular o'zlarining o'rinlarini jamiyatda ham, oilada ham eplay olishadi. Dono opa, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Albatta, chunki oila tinch bo'lsa, jamiyat ravnaq topadi. To'g'ri, bir xil ayrim qizlarimizni oliy ma'lumotli bo'la olmas, va hokazo. Lekin hali suhbatimizni boshiga kelganda qizlarni moddiyatga emas, agar oliy ma'lumotli qila olmasa hunar berish kerak-da. Hunarlar juda ko'p hozir jamiyatimizda. Qizlarga hunar bersa, ana o'shani oilada qo'llay bila olishi ham aslida uni o'quvi, shu ham ilm. Shu ham ilmga kiradi. Qiziqishiga yarasha, balki o'sha oliy ma'lumotni berish olmas, ammo o'sha yo'nalish bo'yicha hunar berishsa ham bu ham katta ilmga kiradi. Rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz, tahlillarimiz, taklif va ayrim o'rinlardagi tanqidlarimiz siz azizlarga ma'qul bo'ldi va kerakli odamlar o'zlari uchun kerakli xulosalarni chiqarib olishadi. Aziz mehmonlarimiz, sizlarga vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun alohida rahmat. Sizlarni yana studiyamizda kutib qolamiz. Talqin va tafakkur ruknidagi keyingi dasturlarda diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.